Qo'qon shahar hokimi JICA Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi mutasaddilari bilan muzokaralar olib bordi. Muloqot chog'ida muqobil energiya manbalaridan foydalanish, ta'lim, inson resurslari, madaniy-ma'rifiy aloqalarni rivojlantirish, Qo'qon shahrida Yapon madaniyati markazini tashkil etish masalalari muhokama etildi. Our visit is to planify the newly coming project. Bugungi kunda biz 20 yildan beri O'zbekiston bilan turli yo'nalishlarda hamkorlik aloqalarini rivojlantirib kelmoqdamiz. Asosiy yo'nalishlarimiz bu xususiy sektorda inson resurslarini rivojlantirish va madaniy almashuvlardir. Qo'qon shahrida Yapon madaniyat markazini tashkil etish imkoniyatlarini o'rganmoqdamiz, lekin hali aniq bir qarorga kela olganimiz yo'q. Qo'qon shahar hokimi bilan bo'lib o'tgan muloqot chog'ida biz ushbu shahar haqida ko'plab kerakli va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ma'rufjon Usmonov Qo'qon shahrining qadimgi madaniyati va tarixi, qulay geografik joylashuvi, investitsion salohiyati va o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlar xususida ma'lumot berdi. Ulug'bek Norboyev, Elyorjon Ahmedov, Munisaxon Qambaraliyeva Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.